Diqqat, ushbu video madaniy va ko'ngilochar hayotga ega bo'lib, undagi barcha materiallar xorijiy ijodkorlarga tegishli. Biz shunchaki videoni o'zbek tiliga tarjima qildik va ovozlashtirdik. Shuning uchun biz javobgar emasmiz. Sizlar kamol tomosha qilyapsiz. Eslatma, videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Qanunda tezroq boshladik. Biz endi Tinch okeanidagi mana bu orolning o'rtasida qolib ketdik. Va bu oroldan chiqib ketishning yagona yo'li yelkanli qayiq qurish va kilometrlab suvda suzib narigi orolga o'tib olishimiz kerak. Nima uchun? Chunki kuzatuvchi bizni qiynalishimizni yoqtirishadi. Keling endi bu ishni boshlaymiz. Biz nimani qidiryapmiz? Qayiq uchun narsalar. To'xtanglar, sizlar oldindan suzganmisizlar? Yo'q. Lekin men bir narsani bilaman, bizga lager kerak. Yigitlar, men juda terlayapman. Menimcha bu yer lager uchun ajoyib. Albatta. Sizlar buni ko'ra olmaysizlar, chunki bu montajda qo'shilgan, lekin biz shuni qurishimiz kerak. Bu imkonsiz. Agar biz buni qurmasak, shu yerda qolib ketamiz. Menimcha sen aqldan ozgansan, biz buni qura olmaymiz. Bu orolda biz jon saqlashimiz uchun biz o'zimizga boshpana qurishimiz kerak. Biz o'zimizga boshpana qurish uchun shu yerdagi materiallardan foydalanamiz. Bu videoni olishimdan maqsad men o'zimga savol berib kelaman. Do'stlarim bilan orolga tushib qolsam, o'sha oroldan chiqib keta olamanmi? Ha, endi hamma hayron qolish kerak. Shunday qilib biz bu orolda qariyalarga o'xshab qolib ketyapmiz. Qalamiz ajoyib tarzda rivojlanyapti. Biz sandiqda tushdik. Sandiqning ichida oz miqdorda bizga kerakli narsalar bor edi. Bu suv ko'pga o'xshashi mumkin, lekin bu qayiq qurgunimizcha ham yetmaydi. Eng yomon tomoni shundaki, men bunga qancha vaqt ketishini bilaman. Biz hattoki quruvchilar ham emasmiz. Biz shunchaki birgala youtuberlarmiz. Buni ideal qilish uchun teparoq qosish kerak. Chandler, menda fikr bor. Yaxshi ketdik. Xo'p, Chandler, ishlar qanday ketyapti? Iltimos, faqat yiqitma. Pastga tush. Qanday tushasan? Sekin. Biz lager qurishga qiynalyapmiz. Qayiq qurganimizni tasavvur qil. Yo. Bu faqat bir muddat davom etadi. Afsus. Ha, bu faqat vaqtinchalik davom etadi. Afsuski, bu qiyinchiliklar faqat boshlanishi edi. Bu qiyinchiliklar nafaqat bizni va irodamizni sinovdan o'tkazdi va biz o'ylaganimizdan da qiyinroq bo'ldi. Eshiklar. To'lqin. Quyosh botayotgani uchun biz ehtiyotkorlik bilan olov yoqdik. Keyin esa biz o'yin tashkil etdik. Nolan, sen qayiq yasadingmi? Yo'q. Chandler, senchi? Yo'q. Men ham qila olmadim. Shuning uchun men o'zim bilan Xeysni olib keldim. Chunki u o'tgan videoda ham qayiq qurishni eplagandi. Shuning uchun ertaga yelkanli qayiq quramiz. Biz eplaymiz. Olg'a! Lekin menda umuman reja yo'q. Birinchi kun biz boshpana qurdik. Bu daraxtdan yasalgan qal'aga o'xshaydi. Men ilgari suzib ko'rmaganman, lekin bog'lar bilan suzishni intiqlik bilan kutyapman. Hech nima qilayotganini biladigan yagona odam bo'lgani uchun u ikkinchi kuni faqatgina bir o'zi ishlayotgan edi. Hey, bu yerda nima qilyapsiz? Harakat qilyapman. Hamma uxlayapti, lekin siz bu yerda qurilish qilyapsiz. Nima uchun? Nima, bu kichkina modelmi? Ha, aynan shunday. Bu tayoq qayiqning pasti. Bu to'rtta tayoq esa qayiqni ushlab tur. Bunga esa yelkan ulanadi. Yelkan qayerda? Nolan, bizga seni ko'ylaging kerak. Nega aynan meniki? Menga seni butun ko'ylaging kerak emas. Ko'ylakni butunligicha sizga beraveraman. Bu siz oladimi yoki yo'q? Buni ko'ramiz. O'xshadi. Yaxshi. Bu kichik model qayiq o'xshadi, lekin bizga 30 yoki 40 barobar kattaroq qayiq kerak va u 1000 futni ko'taradigan bo'lsin va bizni narigi orolga olib o'tib qo'ysin. Demak, biz buni qurishni boshlashimiz kerak. Demak, biz tezroq material yig'ishimiz kerak. Qayiq nimadan iborat ekanligini bilasanmi? Bambukdan. Bambuk yengil bo'lgani uchun suvda cho'kmaydi. Shuning uchun bizga ko'p kerak. Bo'ladi, xuddi shunday. Lekin bambuklar tabiatning tubida joylashgan va biz uni qanchalik xavfliligini bilmaymiz. Hech favqulodda yig'ilish o'tkazdi, nimaga? Xo'sh, o'rmonga kirishimizdan oldin nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Erdilans iloni va sariq kiprik iloni va nihoyat sayohatchi banan o'rgimchagi. Hozirlashmayapsizmi? Mayli, hech kim e'tibor bermasin. Ketdik bambuk olgan. Do'stim, kiyimda chumolilar bor ekan. Agar men shu yo'lni tessam nima bo'ladi? Tirik qolmaymiz. Qasam hech qachon bunday qilmayman. Bilasanmi, barcha narsa bizni o'ldirmoqchi. Bu nima? Do'stim, bu shunchaki qush. Do'stim, men narsalarni qo'yishimiz mumkin bo'lgan quti topdim. Birodar, buni nimaga ishlatsak bo'ladi? Umid qilamanki, vaqtida yetib boramiz. Yigitlar, sizlarda juda ham ko'p narsa bor ekan. Shunday. Bu yerdagi narsalar juda ham qimmat. Ayniqsa bu narsa muhrlangan bo'lsa, oltindan ham qimmat. Katta kemalar o'z chiqindilarini okeanga tashlaydi va o'sha okeandagi xatlar qirg'oqqa chiqadi va biz ularni qayta ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Endi biz yelkanli qayiq quramiz. Biz har bir plyajni tozalab chiqyapmiz. Bu yerdagi narsalar yuvilib ketgan ekan. Biz butun orolni aylanib chiqdik. Qayiqimiz mukammal bo'lishi kerak. Men motorni ko'rib qoldim. Men yana bir bor xuddi shunday idish topib oldim. Lekin bu singan va jirkanchli. Hey, Jimmy! Birodar, biz buni suvda ham tekshirib ko'rishimiz kerak shekilli. U siz oladimi? U siz oladi. Ishonchim komil. Ajoyib. O, yana bir ko'kka idish. Bu butun ko'rinadi. Ishona olmayapman. Men shunday kechga ham u bunga arziydi. Bizda endi yelkanli qayiq qurish uchun kerakli hamma narsa bor, lekin bugun issiq bo'lganligi uchun biz uni qurmadik.
Men bir narsani bildimki, biz ko'p narsaga erisha olmadik. Bosh kiyimingda baliq bo'lgancha shunday deyapsanmi? Seni ishlayapman quyoshga o'xshaydi. Gapingni qaytarib ol. Oo. Bu chegaradan chiqib ketdi. 3-2-1 ga yelkanli qayiq. 3-2-1 yelkanli qayiq. Ikkinchi kun hamma charchadi. Jimmy, bugun erishgan narsalarimizdan mamnunmisan? Shu kechda biz bu yerda bir oy qolamiz. Bugun hamma charchagan uchun biz uxlashga qaror qildik va ertaga qayiqni qurishga qaror qildik. Yo'q xudoyim, Nolanni hozirgina o'rgimchak uyg'otdi. Unga tegma Nolan. Mana u xuddi shu yerda. Wow, kattaligini. Bu hali eng yomoni emas edi. Mana eng yomoni. Nolan u men tomon kelyapti. Voy xudoyim, mana sen kelyapti. Wow, sen uloqtirib yubording. Biz uni yo'q qildik. Endi sen bemalol yotog'ingda yotishing mumkin. Nima? Endi men uxlay olishimga ham ishonchim komil emas. Xayrli tun, hamma ehtiyot bo'lsin. Ertalab biz yana quyoshni chiqilgimiz kelmadi. Shuning uchun biz ish joyimizni o'zgartirishga qaror qildik. Quyosh tushmaydigan joyga. Bu orol qanchalik issiqligini so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Biz bugun bir necha soat ishlash niyatimiz yo'q. Biz bugun kun bo'yi ishlamoqchimiz. Shuning uchun bizga soya joy kerak. Oltin topdim. Chandler yana bir bochka topdi. Bu bizni suvda ko'proq qolishimizni ta'minlaydi. Bolalar chiqindi terishdan charchabdi, lekin bizda qayiq uchun yetarli bambuk bor. Kelinglar endi qayiq qurishni boshlaymiz. Qanunda tezroq buni boshlaymiz. Ko'zimdan yo'qol. Ahmoq. Bilaman, bunchalik katta ko'rinmayapti, lekin bu yerda bambuk va chiqindilar qandaydir qilib yelkali qayiqqa aylanadi, juda ham ko'p mehnat qilsak. Charchadim. Kamerani menga ber va o'zing ishla. Men esa film suratga olaman. Kamera Chandlerda. Men hozir seni suratga olaman. Sen o'zingni operator deb o'ylayapsanmi? Borib ularga yordam ber. Mayli, men ularga yordam beraman. Yaxshi, umid qilamizki sen qayiq qurishni bilasan, chunki bizda quruvchi yo'q. Darius bizga qo'shilgani va Chandler operatorlik qilib turgani uchun biz bugun ko'proq ishladik. Lekin mening o'ylashimcha, bizga to'lqin kelib urilsa, qayiqimiz chidamaydi. To'lqin! Va biz okeanning o'rtasida cho'kib ketamiz. Axlat qutisini qurish vaqti keldi. Axlat qutisi? Kemalar o'zi shunday deyilmaydimi? Bilmadim. Rostdan ham nega ular axlat qutisi deydi? Chunki ular axlat. Aniqroq qilib aytganda, ular dengizga axlat tashlashadi. Shuning uchun. Kemamizning palubasi bambukdan yasalgan edi va u asta-sekinlik bilan yelkanli qayiqqa o'xshab boryapti. Hammasi yaxshilanyapti. Do'stim, bunga qara. Ana o'rg'i! Olg'a! Biz narsani bog'lashimiz, tekislashimiz va yelkan qo'shimiz mumkin yoki ovqatlanamiz. Menimcha ovqatlanganimiz yaxshi. Rostdan ham 100%. O'rg'i! Biz qayg'imizga nom qo'yamizmi yoki hali ertami? Chandler, qanday nom tanlaymiz? Mayli, bu qayg'imizning nomi. Yo'q, xudoyim. Ertasi kuni ertalab, suv toshqinlarida mumkin bo'lgan afzalliklarni seza boshladi. To'lqin pasayasiga ko'tarilsa, u qirg'oqdan suvni tortib oladi. Demak, biz ozgina to'lqinga dosh bersak, u bizni okeanga tortib ketadi. Agar shamol va to'lqin oqimlari noto'g'ri bo'lsa, bizga motor kerak. Unda biz orolga yetib bora olmaymiz. Afsuski, hamma mendan umid qilyapti. Agar men bu narsani uddalalasam va men hech qachon suzib yurmagan yigitlar bilan rejalashtirgan narsamizga erisha olaman. Va men buni qadrlayman, umrim bo'yi unutmayman. Bolalar, o'zingizni qanday his qilyapsiz? Juda ham charchagan, tanam og'riyapti. Hamma joyim qum bo'lib ketdi. O'zimni yaxshi his qilyapman. Og'zingni yum. Bugun bizning maqsadimiz aniq. Biz axlat palubasini yaxshilaymiz va bog'laymiz. Keyin esa eshak uchun materiallar qidiramiz. Keyin yelkan yasaymizmi? Yo'q. Keyin esa biz unda suzib ko'ramiz. U agar haqiqatan ham suzsa, biz unga yelkan yasaymiz. Demak, u suzmasa yasamaymizmi? Chandler va men biroz material yig'ganib borganimizda, ushbu videoning ko'p qismi chiqqinni terish va qayiq yasashga o'tib ketganini angladim. Lekin bu bizning oroldan chiqib ketish uchun yagona umidimiz edi. Chunki bizga hali ham o'sha 4-bochka kerak edi. Bizga 4-bochka kerak, unda biz cho'kib ketamiz. Birodarlar, sizlardan uzr so'raymiz, chunki videoni shu yerda bo'lib qo'ydik. Videoning ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Agarda bizning videolarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Agarda bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, mana shu kartaga istalgan summani yuboring va izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan Drago dublyaj jamoasi bo'ldi. Ko'rishguncha o'zingizni asrang.